Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Men Muxtor Abdurshod, umurtqa pog'ona kasalliklari mutaxassisi. Bugun navbatdagi bemorimiz bilan suhbatlashamiz. Har doim aytib o'tayotgandek, umurtqa pog'ona kasalligini ko'p bemorlar o'ylashadiki, oxiri grijani olsam qutulaman, bo'ldi, mana shu falokat menga keyin qaytib kelmaydi deb o'ylashadi. Endi ana shunday o'ylagan bemorlar bilan suhbatlashamiz. Va biz ko'p videolarimizda chiqarib beryapmiz. Ey akalar, opalar. Bu umurtqa sohasidagi grija og'riq qoldiruvchi bilan, dori-darmon bilan va hattoki oldirib operatsiya qilib qutulaman degan bilan ham qutulmaydi, qaytalanadi bu kasallik deb ko'p marta tushuntirib beryapmiz. Shular qatorida bemorimiz bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz opa? Xo'p. Sizni qaysi oyog'ingizga beryapti shu kunlarda? O'ng oyoq. Xo'p, endi men ko'p aytganman, bu kasallik 10 oyoqqa bergan yomon bo'ladi deb ko'p tushuntirganman. Xo'p, nechinchi yil operatsiya qildirgansiz? 2017da. 17 qildirgansiz. Bemorimiz men MR xulosasini ko'rsatib beraman. Mana familiya kim edi? Ha, mana. Demoqchimanki, mana Qirg'izboyeva Sohiba opa 17-yil operatsiya qildirgan, 22-yil MR'si. Endi qarang, o'ng tomonga nima uchun o'ng tomonga bergan yomon bo'ladi deb isbotini aytib beraman. Skolioz deyapti, stenoz, protruziya, grija deyapti. Osteoxondroz mayli, endi hozir hammada bo'lyapti osteoxondroz, buni hisoblamasak ham. Skolioz sababi grijadan tashqari, mana grijadan tashqari kasalliklarning turlari bo'lganda ko'proq o'ng tomonga beradi, qo'shimcha kasalliklarda. Va endi mana operatsiyadan keyingi holatni ko'ramiz. L2, L3, L3, L4, L4, L5, L5, S1 umurtqalar mana. Mana shu umurtqalarda qaranglar mana. 4,5 mana 6,5 11 mana 11 mm 9 mm 1 2 3 4 da qaytalanibdi. Oldin nechta edi? Operatsiya bo'lganimda 3 ta deganida. MRT'da 3 ta deganida. Endi mana operatsiyadan keyin xudo xolisa 4 ta bo'lib qopti. 11 mm qaytalanibdi. Menimcha mana shu joydan olgan buni. L4 L5 dan oluvdimi? Nechidan oluvdi? Xo'p, endi ayol kishi bo'lganligi uchun belizni haliga ochib ko'rsatmaymiz. Erkak kishi bo'lsangiz ko'rsataverardi degan. Opa, operatsiyagacha ham dori-darmon olgansiz-da, menimcha. Ha, operatsiyagacha 1 yil davo qilganman. Bo'lmagan. Xo'p, endi nima demoqchiman? Akalar, opalar deb aytmoqchimanki, bu kasallik operatsiya bilan qutulaman deb o'ylamanglar bu kasallikni. Bu operatsiya bilan qutuladigan kasallik emas. Ana shuning uchun aqlni yig'ib ish qilaveringlar. Umurtqa pog'ona kasalligi bu iloji boricha umurtqani cho'zish, umurtqani ochish, manual terapiyaga borib taqaladi demoqchimiz. Xo'p, bunaqa lecheniyani endi olyapsiz-a lekin. Ha, endi olyapsiz. Yaxshi. Opa yonbosh bo'lyapti, tortamiz. Bu tomonga. Hozir chiqaman. Turishsin. Yaqinroq kelamiz. Bukamiz bo'yamiz buni joyiga. Yerga solib qo'yish. Yaxshi, nari tomonga olamiz. Yaqinroq kelamiz. Opa rejimlar saqlaymiz. Uzating. Qattiqroq joyda yotib turamiz, birar oy. Og'ir ko'tarmaymiz. Bu zo'r bo'ldi. Texnik, boya bunaqa ochilmadi boya. Xo'p, qo'lingizga bering. Tortasiz, menga berasiz. Bo'sh qo'yasiz. Bo'l, qimirlamay yotib turing, shunday yotib turing. Operatsiyani qaysi turi yaxshiligini, misol siz jarrohlik bilan qildirgansiz. Ochiq operatsiya. Ochiq operatsiya. Boya bitta opa ketdi, javob berdik, sherigingiz. 2 marta endoskopik qildirganman. Demoqchimanki, ikkalangiz yonma-yon yotdingiz. Bu nima demoqchiman? Jarrohligi ham, endoskopigi ham bu umurtqa pog'onasini grija kasalligini kelib chiqishi o'zi aslida mana. Umurtqa pog'onasi grija kasalligining kelib chiqishi operatsiya degani nima degani? Meni mana barmog'im umurtqa pog'ona bo'lsa, mana zubnoy pasta mana umurtqa pog'onasining orasida fibroza halqa. Buni ichida yadro suyuqligi bo'ladi. Endi bu umurtqa pog'onasi yillar davomida cho'kadi, o'tiradi, qisiladi, eziladi. Harakat qilgan sari, yurgan sari mana grija oqib chiqaveradi mana ichkaridan. Endi operatsiya degani buni mana tozalab olib qo'yish degani. Yana bemorimizni 11 mm 4 joydan qaytalanibdi. Nima uchun? Mana umurtqa pog'ona qisilib turibdi. Harakat qilsa yillar davomida oqib chiqaveradi mana. Ko'rdingizmi mana? Endi buni umurtqa pog'onasini qisilgan umurtqani ko'tarsa ichkariga so'rib kirib ketadi mana.
Ya'ni manual terapiya degani umurtqa pog'onasini qisilgan umurtqani ko'tarish mana. Biz bu yerda mana qisilgan umurtqani ko'tarsak vakuum so'rib olib kirib ketadi ichkariga. Endi nima demoqchimiz? Bu yerda aslida umurtqa pog'onasini ochish kerak. Bu kasallik umurtqa pog'onasi qisilishdan kelib chiqadi demoqchimiz. Xo'p, qaysi variantni tavsiya berasiz? Operatsiya qilgansiz-ku mana. O'zingiz bemorlarga. Mana endi Yo, operatsiya variantlarida. yo'q, operatsiyani tanlamaslikda. Ana shuni aytmoqchimizda. Mana qaytalanish 100% ekanmi? 100%. Qaytalandingiz mana. Qaytalandim. Qaytalandingiz mana. Demoqchimanki, bu real holat. Bu meni odamim, qarindoshim hech kim emas. YouTube'dan ko'rdingizmi sizlar? Ha, YouTube'dan ko'rib keldim. Demoqchimanki, agar erkak kishi bo'lganda, bu ayol kishi endi holilashinglar, ishonmanglar, belini, chandig'ini ko'rsatib ham qo'yardim. Agar endi ayol kishi bo'lgani uchun ko'rsatmaymiz. Demoqchimanki, akalar, opalar grija kasalligini operatsiya qilib oldirib yuborib qutulaman deb o'ylamanglar. Opa, turing bu yoqqa tortamiz. Kameraga ko'rsatmay tortamiz. Zo'r bo'ldi. Opa, hozir nima qilamiz? Xonangizga kelib yotib olasiz. Kimlar mashinasiga kelguncha mana. Uzun bo'lib yotib olasiz. Bo'ldi. Rejimlar qilasiz, opa? Xo'p, sog' bo'ling. Chiqib olasiz, hop. Endi demoqchimizki, bu kasallik bo'yicha umurtqa pog'onasini mexanik usuldan qisilishdan kelib chiqyaptimi? Mexanik usulda ochish kerak. Men bu yerda nevropatologlarni, nevroxirurglarni hech ham ayblamayman. Ular ham o'zini kasbini, o'zini yo'nalishini qilyapti. Ular ham. Demoqchimanki, bu kasallik faqat operatsiya degani davolash degani emas. Oqib chiqishi garantiya yo'q degani ham emas bu. Ana shuning uchun tilxat yozib berasizlar, davo dastarini yo'q deb. Sababi bu yerda nerv bilan aralashadi ular. Nervni atroflari kesilganda hech kim garantiya bermaydi. Nervlarni kesib qo'ymayman deb. Nervlaringizga jarohat, ya'ni kesilib ketishi, jarohat yetib qolishi ham mumkin. Operatsiyadan keyin ko'p bemorlarda yurish o'zgarishi, yurish harakatlari va siydik a'zolarida kimlardadir siydik tutib tura olmasliklari ham kuzatilyapti. Operatsiyadan keyin ham. Xo'p. Xudo xolasa sizlarga manual terapiyani tavsiya beramiz. Zarari yo'q bu manual terapiyani. Faqatgina grija kasalligini boshlangandaroq, ertaroq boshlashingizni tavsiya beramiz.